Assalomu alaykum. Men Chorsham Nursan, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishi birinchi kurs talabasiman. Akademik ko'nikmalar va kasbiy komponentlik fanidan bizga oraliq nazorat topshiriq berilgan edi. Bu topshiriqda o'zimiz xohlagan davlat haqida mana bu 16 ta reja bo'yicha tahlil qilish kerak edi va men Malayziya davlatini tanladim. Hop, kirish Malayziya 1957-yilda mustaqillikka erishgandan beri chuqur iqtisodiy o'zgarishlarni o'z boshidan kechirdi. Asosan qishloq xo'jaligi tor xomashyosi asoslangan iqtisodiyotdan elektronika, mashinasozlik, kimyoviy moddalar va palma asosidagi mahsulotlarni eksport qila oladigan iqtisodiyotga ega bo'lgan davlatga aylandi. Malayziyaning aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy daromadi 1962 va 2024-yillar oralig'ida yiliga 6,4% ga o'sdi. Ishchi kuchining ulushi 2010-yildagi 23% dan 2023-yilda deyarli 36% gacha o'sdi. Umr ko'rish davomiyligi 1960-yillardagi 59 yoshdan 2024-yilda 75 yoshdan oshganligi ko'rsatiladi. Adabiyotlar ro'yxatiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi tadqiqotimiz Ahmad Fiqriy, Abdul Hafiz va Muhammad Rais Zayniddin. Bu tadqiqot maqsadi 1982-yilda amalga oshirilgan sharqqa qarshi siyosati. Uning maqsadi Sharqiy Osiyo davlatlari, Yaponiya, Janubiy Koreya va Tayvan davlatlar rivojlangan davlatlari ilg'or tajribalaridan, ayniqsa mehnat intizomi va sanoat boshqaruvi tajribalaridan o'rganish edi. Va natijada Malayziya hukumati talabalarni ta'lim va kasbiy malaka oshirish uchun Yaponiyaga yuborishni boshladi. 2020-yilga kelib 26 mingdan ortiq universitetlar, kosmik institutlari va Yapon xalqaro qo'shma agentligi orqali ta'lim hamda amaliyot o'tish imkoniga ega bo'ldi. Ikkinchi tadqiqotimiz Xiang-Hu Klav, Tamat Sarmidi va Liam Tigoh tadqiqotchilar tadqiqot olib borgan. Bu maqola maqsadi Malayziya iqtisodiy o'sishiga innovatsiyaning ta'sirini neoklassik iqtisodiy o'sish modeli asosida empirik tarzda o'rganadi. Natijasi esa bu sifatli innovatsiya miqdorda muhimroq ekanini ko'rsatadi. Iste'dod sifat va berilgan patentlar soni o'rtasidagi o'zaro ta'sir innovatsiyaning iqtisodiy o'sishdagi rolini kuchaytiradi. Keyingi tadqiqotimiz Abdulkarim va Fayza Said. Bu maqolaning maqsadi Malayziyaning globalizatsiya yo'lini o'rganadi va mamlakatning Osiyodagi eng global davlatlardan biriga aylanish jarayonini yoritadi. Natijasi Malayziyaning globalizatsiya yo'li savdoni liberallashtirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mintaqaviy integratsiyani o'z ichiga oladi. Malayziya global iqtisodiyotda muhim o'rin egallab, kelajakdagi o'sish uchun sharoit yaratadi. Keyingi tadqiqot Nurnadiya Nordin, Nurhayziya Nordin va Ahmad Yani Ismail. Bu maqola maqsadi 2023-yillar ma'lumotlari asosida Malayziyada pul taklifi, moliyaviy rivojlanish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil unda pul massasi va xususiy sektorga kredit ta'siri o'rganiladi. Moliyaviy sektor rivojlangan sharoitda pul massasi kengayishi iqtisodiy faollikni oshiradi. Shuningdek, kredit taqsimoti samarali tashkil etish va moliyaviy vositachilikni kuchaytirish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Va keyingi tadqiqotimiz Vali Mondal. Bu maqolaning maqsadi Malayziya iqtisodiyotining tez rivojlanish omillari va Sharqiy sohil iqtisodiy hududining iqtisodiy xususiyatlarini tahlil qiladi. Natijasi bu Sharqiy sohil iqtisodiy hududda agrar resurslar, kauchuk, baliqchilik va turizm imkoniyatlariga boy. Tadqiqotda SRning sanoat tuzilishi Shift-Share modeli orqali tahlil qilinib, hududning iqtisodiy salohiyati va rivojlanish istiqbollari aniqlangan. Malayziya mamlakati haqida umumiy ma'lumot berib o'tsam, mana bu birinchi rasmda Malayziyaning 17-qiroli Sulton Ibrohim tasvirlangan va ikkinchi rasmda Malayziyaning geografik joylashuvi tasvirlangan. Malayziya Janubiy Sharqiy Osiyoda joylashgan davlatdir. Malayziya yarim orol hisoblanadi. Uning davlat boshqaruviga kiradigan bo'lsak, Malayziya federativ davlat, konstitutsiyali monarxiya, uni qirol boshqaradi.
Amaldagi konstitutsiyasi 1963-yilda qabul qilingan. Unga Malaya Federatsiyasining 1957-yildagi konstitutsiyasi asos qilib olingan. Aholisi 57% malayalar, ya'ni Malayziyaning o'zining aholisi tashkil qiladi. 22% Xitoylar, 6% hindlar va boshqa davlat vakillari. Davlat tili Malayziya tili, davlat tili islom. Shahar aholisi 75%ni tashkil etadi. Malayziya bundan tashqari industrial agrar mamlakat hisoblanadi. Malayziya aholisi 2025-yil holatiga ko'ra taxminan 34,3 million kishini tashkil qiladi. Va ularni erkak va ayolga bo'ladigan bo'lsak, 18 million erkak va 16,3 million ayol qayd etilgan. Tepada ko'rishingiz mumkin Malayziya aholisining etnik tarkibi 3-rasmda tasvirlangan. Birinchi jadvalda Malayziya aholisining jinsi va yoshi bo'yicha ko'rinishi. 14 yoshgacha bo'lgan yoshlar ulushi 21,6% ga kamayib, 15 dan 64 yoshgacha bo'lgan ishchi yosh guruhi 70,4% ni tashkil etadi. 65 va undan yuqori bo'lgan aholi 8% ga yetadi. Bu degani Malayziya juda aholisi unaqa qari emas. Asosan ishchi yoshga bo'linadi. Malayziyaning iqtisodiy rivojlanish tarixiga keladigan bo'lsak, yuqorida aytib o'tganimdek, mustaqillikdan keyin Malayziya asosan tovar xomashyosidan sotishdan iqtisodiy o'sishni, diversifikatsiyalangan barqaror iqtisodga aylanib, sezilarli iqtisodiy o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Birinchi bo'lib bu kauchuk va qalay mamlakat iqtisodiyotining asosiy elementlari bo'lgan va eng yirik eksport mahsuloti hisoblangan. Dastlabki yillarda 1960-yillarga kelib Malayziya kauchuk va qalay ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda yetakchi o'ringa ega bo'lgan. Biroq global narx o'zgarishi bu davlatning iqtisodiyotiga sezilarli darajada ta'sir o'tkazgan va hukumat bunga chora ko'rishni boshlagan. 1981-yil 7-sentyabrda Malayziya tomonidan Britaniyaga tegishli plantatsiya kompaniyasi ustidan nazorat qaytarib olish uchun amalga oshirilgan iqtisodiy jarayon bo'lib o'tgan. 7-rasmda ko'rishingiz mumkin Malayziyaning umumiy xomashyo tovarlari iqtisodiy ko'rsatkichda berilgan foizda ekan bu va pastda dastlabki yillarda iqtisodiy rivojlanishda eksporti bu mustaqillikka bo'lgan davri. Va Malayziyaning iqtisodiy sektorlar tahliliga keladigan bo'lsak, Malayziya iqtisodiyoti 2024-yilda barqarorlikni namoyish etdi va 2023-yildagi 3,6% ga nisbatan 5,1% o'sdi. 2025-yilga nazar tashlasak, Malayziya banki yaym prognozi dastlabki 4,5% prognozdan 4,8% oraliga o'zgartirdi. Pastda ko'rishingiz mumkin 10-rasm yillik asosiy inflyatsiyasi. Mamlakat inflyatsiyasi juda yuqori emas. Uncha o'rtada yoki sal pastroq bo'ladi mamlakatning inflyatsiyasi. Keyingisi bu Malayziyaning GDP foizi sektor bo'yicha ko'rinishi. 11-rasm ko'rishingiz mumkin. Asosiy GDPdagi foizi, ya'ni yayimdagi foizi xizmatlar sohasiga tegishli. Xizmatlar sektori yayimning 59% ni tashkil qilib, turizm, chakana savdo, transport va moliya xizmatlarini o'z ichiga oladi. Keyingi o'rinda sanoat sektori 38% ni egallaydi. Oxirida qishloq xo'jaligi 6-8% ni tashkil etadi. To'rtinchisi bu makro iqtisodiy holati. Malayziya iqtisodiyoti oxirgi yillarda barqaror o'sish ko'rsatmoqda. 2023 3,6% o'sish, 2024 4,9% o'sdi, 2025-yil 4,7% o'sgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 5,2% ham qaytilgan. Inflyatsiya va narx o'zgarishi.
Inflyatsiya past darajada davom etmoqda. 2024 yil 2,8 atrofida bo'lgan. 2023 2,7%. Ishsizlik bandligi 2024 yil 3,2%. 2023 yil 3,1% bo'lgan. Asosan fiskal va tashqi sektorlar mamlakat davlat qarzini 16% yangi nisbatanligi ko'rsatilgan. Bunda ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi rasmda Malayziya iqtisodiyotining asosiy makro tendensiyasini umumiy ko'rinishda berilgan bu. Malayziyaning yaqin yillar orasida makroiqtisodiy rivoji ko'rsatib o'tilgan. Malayziya iqtisodiyoti so'nggi global shoklarga, masalan, COVID-19 pandemiyasi va bir qancha urushlarga nisbatan chidamli bo'ldi. 2020-yilda iqtisodiyot 5,5% ga qisqardi. 2021-yilda 3,3% ga tiklandi. 2022-yilda 8,9% ga tezlashdi. Buning sababi fiskal siyosatlar bu davlatning o'sishiga ancha yordam ko'rsatdi. Va tashqi savdo munosabatlariga keladigan bo'lsak, yuqorida Malayziyaning butun jahon bo'yicha tashqi savdo aloqalari ko'rsatilgan. Malayziya eng ko'p Xitoyga o'z mahsulotlarini eksport qiladi. Yaponiya, Koreya Respublikasi, Hindistonga ham ancha eksport qiladi. Pastda esa chorak bo'yicha to'lov balansi ko'rsatilgan 13-rasm. Ning asosiy eksport qiladigan mahsulotlari elektr va elektron mahsulotlar, neft mahsulotlari, kimyoviy mahsulotlar, mashina va uskunalar hamda metall mahsulotlari bo'ladi. 2024-yilda Malayziya eksporti barqaror o'sishni ko'rsatib, 1,5 trillion ringgitga yetdi. Ringgit bu Malayziyaning pul birligi. O'tgan yilga nisbatan 5,8% ga oshdi. Eksport ketma-ket 4-yil 1 trillion ringgitdan oshib, mamlakatning global savdodagi o'rnini mustahkamladi. Bu ko'rsatkich 12-chi Malayziya rejasining 2025-yil eksport maqsadini 87,2% ni tashkil etdi. Bu infografikada ko'rishingiz mumkin. Malayziyaning tashqi savdo o'sishi tasvirlangan. Ish kuchi va migratsiyasi. Malayziya ishchi kuchi 2024-yilda 3,3% ga oshib, 536,6 ming kishiga ko'paydi va umumiy soni 16,37 milliondan 16,90 million kishiga yetdi. Deyarli yarim qismi ishchi kuchi hisoblanadi Malayziya aholisining. Bunda ko'rishingiz mumkin, Malayziya ishchi kuchining muhojirlar va o'z aholisiga bo'linishi bu rasmda tasvirlangan. Malayziyaning migratsiyasi 18-rasm. Bu infografikada tasvirlangan. Malayziya statistika departamenti 2024-yilda e'lon qilgan Migration Survey Report Malayziya 2024 hisobotida 2023-2024-yillardagi ichki va xalqaro migratsiyasi hamda unga ta'sir qiluvchi demografik va ijtimoiy-iqtisodiy omillar keltirilgan. Migrantlar bir yil ichida yashash joyini o'zgartirgan shaxslar hisoblanadi. Hudud ichidagi kuchlar esa hisobga olinmaydi. 2024-yilda ichki migratsiya ustun bo'lib, umumiy migratsiyaning 63,5% ni tashkil etdi. Pastdagi rasmda esa Malayziyaning migratsiya demografik jadvallari va sabablari ko'rsatilgan.